Assalamu alaykum Uyghur radiosunun hörmətli tınışıqçıları. Pərzəntlərinin kəlgüsüdə yaramlıq insanlardan olub çıxışı üçün baş qatırıyatqan qədirdan ata-analar. Bugün Adalet Himit yazğan Pərzəntnamə, balalarının təqdirini belgiləydiğən Psixik Tərbiyesi namlıq kitabını oxuşuna başlayımız. Bu kitab 2014 yılı Şinjan Xalq Nəşriyyat tərəfindən Uyghur tilida nəşr qılınğan. Teşekkürname, kiriş söz ornuda. Qalbim minnetdarlıq bilan to'lg'achqa bu teşekkürnameni kitabımga kirgizish niyatiga keldim. Mazkur kitabım nurg'un odamning yardım bilan nurg'un ota-ona va o'qirmanlar bilan yuz ko'rish oldida turdi. Kitobni yozib bo'lgan kunim qalbim hayajonga to'ldi. Teşekkür degan bu so'zni tilga olganimda birinchi bo'lib o'ylaganim ota-onam bo'ldi. Ularning bu kitabımni yozishim bilan bevosita munosabati bo'lmasa-mu, lekin men bugungi kunga ularning mehr muhabbati, shartsiz g'amxo'rligi va qo'llashi bilan erishgan. Buningdan 30 necha yil ilgari muhit va turmush sharoitining cheklimiz sababidan ota-onam meni Xanzu maktabga bergan edi. Men shu yillarda ularning amalsizlikdan shunda qilganligiga ishonaman. Lekin muhimi ular shunda qilishga jur'at qilgan. Ulardan ko'p minnatdorman. Chunki men ularning ayni yildagi ashu tanlashi orqali 3 xil til o'rganish, 3 xil madaniyat va qimmat qarashi bilan uchrashish fursatiga erishdim. Eng munavvar, eng ilg'or bilim bilan uchrashdim. Navoda ota-onamning ko'ngil bo'lishi, qo'llashi bo'lmagan bo'lsa, mening bugunim bo'lmagan bo'ladi. Yana biz qarindoshlar o'rtasidagi mehr muhabbatmi bugungi eng qimmatli boyliqim. Shundaqla mening bu dunyodagi eng yaqin, eng bevosita ko'ngil rishtam hisoblandi. Ota-onamning mehr muhabbati meni bugungi kunga erishtirdi. Qarindoshlik mehr muhabbat bugunimning barliq kelishiga harakatlantirgich kuch va shijoat beg'ishildi desam bo'ladi. Shunga men mushu fursatda ota-onam va qarindoshlarimga rahmat aytaman. Kitabımni yozish jarayonida iddia maqsadimni kitobiy til bilan qandoq ifodalash men duch kelgan bir qiyin masala bo'ldi. Ta'limga Şinjan Universiteti Filologiya institutining dotsenti Abdusalom Abliz bu jihatda menga nihoyat ko'p yordam qildi. Abdusalom Abliz til o'qituvchisi va ijtihadliq tarjimon bo'lg'achqa iddia va qarashlarimni kitobimda bayon qilish jihatda nihoyat astoydil holda yordam takliflarni berdi. Texmi qimmatligi shuki, kitobim bitgandan keyin Abdusalom apandi o'zi nashriyat bilan aloqalashib, kitobimning nashr qilinishiga kuch chiqardi. Buni men mangu unutib qolmayman. Shuning bilan bir vaqtda Şinjan Xalq Nəşriyyatidagilarning men bilan hamkorlashganligidan, kitobimning originalini ko'rgandan keyin kasbiy nuqtadan kitobimning qimmatini to'niganligidan to'limi so'yindim. Mazkur kitobim nashriyatdagilarning, bo'libmi mas'ul muharrirning qo'llashi va ter oqqizishi natijasida nurg'un ota-ona va o'qirmanlar bilan ko'rishish fursatiga ega bo'ldi. Bu ularning ma'arifimizga, avlodlarimizga, millatimizning kelgusiga to'liq ko'ngil bo'lganligini tushuntirib berdi. Men bu yerda ularga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Men oxirida hayotimdagi eng muhim ikki kishiga, yo'ldishim bilan o'g'limga rahmat aytaman. Ularning untinsiz qo'llashi bo'lmagan bo'lsa, men qizg'in so'ygan kasbimni davomlashtira olmagan bo'lardim. Bo'libmi o'g'lim bo'lmagan bo'lsa, mening nurg'un iddia va ko'z qarashim faqat o'y fikr petila qilib qolgan bo'lardi. Bu yerda o'g'limga rahmat aytaman. Chunki u mening tajribalarimning amaliyotdan o'tishiga, o'y fikrlarimning dalillanishiga yordam berdi. Bir odam nurg'un odamning yor yo'lak bo'lishi bilan puttirab tura oladi deb qarayman. Menga yor yo'lak bo'lgan, kuch-quvvat beg'ishlagan do'stlarimga, kasbdoshlarimga, ota-onamga va bolamga yana bir qitim rahmat aytaman. Navoda o'qirmanlarning kitobdagi ko'z qarashlarga o'xshamagan qarashi bo'lsa va yoki meningdan so'raydiganlari bo'lsa, mening
elektronlik xat sandıqım yoki blogim orqali men bilan aloqalashishni qizg'in qarshi olaman. O'qirmanlar bilan fikr almashtirishni va birga o'rganishni orzu qilaman. 2014-yil yoz. Beijing. Birinchi bob. Ota-onalar bilishga tegishlik psixologiyaga oid hikoyalar. Bolalarni tarbiyalash usulim xato bo'pti, deydigan ota-ona bo'lmasa kerak. Lekin bolalarning cho'ng bo'lishiga ergishib, ularni boshqarish tasga tushayotganligi, ularning o'zlarining kutganidan yiroqlab ketayotganligiga qarab, albatta mas'uliyatchan ota-ona bu zodi ta'lim-tarbiya usulumdagi masalami yoki boladagi masalami deb hasrat chekishi turgan gap. Bu zodi ota-onalarning farzandlarini tarbiyalashdagi usul masalasimi yoki bolalarning ota-onasining tarbiyasini qabul qila olmaslikdagi masalami. Ota-onalarning buning uchun g'am andishi qilishining hojati yo'q. Meningcha biz ansirash tuyg'usini tugutib, masalani hal qilishning ilmiy usul to'g'risida izdansakla bolalarimizni yaramliq odamlardan qilib tarbiyalab chiqa olamiz. Konkret mazmuniga kirishdan avval bu masalaga oid bir necha qisqa hikoyani psixologiya nuqtasi turib o'qib boqayli. Birinchi hikoya. Tashnolik ta'siri. Bolalarni yaramliq qilib tarbiyalab chiqishning sirliq quroli. Burunqi zamonda ma'lum bir qabilaning mundaq bir an'anasi bor ekan. Yigit to'y qilmoqchi bo'lsa, o'zi yetarli kala tutib, tutgan kalalarini qizning oilasiga to'yliq hisobida berar ekan. To'yliq kala oz bo'lganda 1, ko'p bo'lganda 9 bo'lish kerak ekan. Qabila boshliqining 2 qizi bor ekan. Bir kuni bir yigit qabila boshliqining oldiga kirib, qabila boshliqining cho'ng qiziga ko'ngli tushib qolganligini, to'yliqqa 9 kalani tartib qilib, uni amriga olmoqchi ekanligini aytibdi. Bu gapni anglab hayron qolgan qabila boshliqi: 9 kala jiq bo'lib ketibdi. Cho'ng qizim 9 kalaga yaramaydi. Kichik qizimni eling. Kichik qizim 9 kalaga loyiq, debdi. Biroq yigit cho'ng qizlarni olaman deb gapida ching turib olg'achqa, qabila boshliqi amalsiz qo'shilibdi. Bir yildan keyin qabila boshliqi kuyo'g'lining ishikining oldidan o'tib ketib, kuyo'g'lining uyida bir to'p odamning bir sahib jamolning naqshi usulidan zo'qlanib o'ltirganligini ko'ribdi. Buningdan hayron bo'lgan qabila boshliqi kuyo'g'lini chaqirib, "Sahib jamol kim?" deb so'rabdi. "Sizlarning cho'ng qizlari", debdi kuyo'g'li. Mana bu sirliq tashnolik effekti. Bu psixologiyada Pigmalion effekti deyildi. Bundaq ta'sir ko'rsatish usuli Yunon afsonalaridan kelgan. Burun Siprosda Pigmalion ismli bir shahzoda o'tgan bo'lib, u o'ymachilikqa mahir ekan. Shahzoda yog'ochdan bir qizchaqning haykalini o'yibdi. U bu haykalga butun yurak qini va hissiyotini sarf qilg'achqa, haykal to'limi mukammal chiqibdi. Hatto shahzoda bu haykalni ixtiyorsiz holda yaxshi ko'rib qopti. U haykalni kunda ko'rmasa chiday olmaydi ekan. Shundaqla uningga yiqimliq muhabbat naqshi etib beradi ekan. Cho'nqur mehr muhabbat bilan tikilib qaraydi ekan. Uni reallikdagi bir sahib jamolni yaxshi ko'rgandek yaxshi ko'radi ekan. Shahzoda bir kuni haykal qizga muhabbat izhor qilayotganda, o'ylamagan yerdan qizchaqqa jon kirib, reallikdagi sahib jamolga aylanibdi. Shuning bilan shahzodaning orzusi amalga oshibdi. Yuqorida bayon qilingan hikoyalar rivoyat va afsona bo'lsa-mu, lekin Amerika psixologi Rosenthal bu hikoyalardan foydalanib 1960-yili mundaq bir tajriba ishlagan. Rosenthal yangi mavsum boshlanganda Kaliforniya shtatidagi bir maktabga bordi. U oldi bilan maktabdagi butun o'quvchining zehnini sinaydi. U sinov qog'oziga nomer qo'ymasdan har qaysi sinfdan xohlagancha 20% o'quvchini tanlab chiqdi va sinf mas'ullariga: "Bular sinovda eng yuqori nomer olgan o'quvchilar, ya'ni sinfdagi eng munavvar o'quvchilar", deydi. Sinf mas'ullari Rosenthalning gapiga shaksiz ishonib, bu 20% o'quvchini haqiqatan tarbiyalashga arziydigan, o'rganishda g'oyat zo'r, yushurun taraqqiyot kuchiga ega o'quvchilar deb qaraydi.
Rozental maktab mudiriga 3 o'qituvchini ishxonaga chaqirtqizdi. U bu 3 o'qituvchiga 3-4 yillik o'qitish ifodanglarga qaraganda sizlar mushu maktabdagi eng munavvar, zo'r yushurin kuchga ega o'qituvchilar ekansizlar. Shunga biz maktab bo'yicha eng aqlli o'quvchilarni tanlab sizlarga tutqizdik. Bu o'quvchilarning aqliy qobiliyati tang yoshdagi o'quvchilarnikidan yuqori. Sizlarning texmi yaxshi natijaga erishishinglarni umid qilaman, deydi. Rozental 1 yildan keyin bu maktabga kelib, heliqi o'quvchilarni tekshirib ko'rgandan keyin ularning zo'r darajada ilgirlaganligini, o'rganish natijasining zo'r darajada yuqori ko'tarilib, boshqa o'quvchilarninkidan xeyla eshib ketganligini, aqliy qobiliyatining boshqa o'quvchilarnikidan ko'rinarli holda yuqori ko'tarilganligini bayqaydi. Bu chaqda maktab mudiri o'qituvchilarga ayni ahvolni aytib, bu o'quvchilar maxsus tanlangan o'quvchilar bo'lmasdan, o'quvchilar ichidan xohlagancha tanlab olgan o'quvchilar deb ayni ahvolni so'zlab berdi. Heliqi 3 o'qituvchi ahvolning bundaqligini zodla o'ylab boqmagan bo'lib, ular bolalarning natijasining yaxshi bo'lishi o'zlarining darsini yaxshi o'tganligidan bo'lgan deb qaragan. Bu chaqda maktab mudiri 3 o'qituvchiga yana bir amaliy ahvolni aytmagan. U 3 o'qituvchimi eng munavvar o'qituvchi bo'lmasdan, balki o'qituvchilar orasidan ixtiyoriy tanlab olingan o'qituvchilar edi. Lekin natija Rozental o'ylagandek bo'lib chiqqan. Bu 3 o'qituvchimi o'zlarini eng munavvar o'qituvchi deb qaragan. Ishonch va iftixorga to'lg'achqa xizmatni alohida kuchab ishlagan. Yana kelib o'quvchilarmi yaxshi o'quvchilar bo'lgandikin natijasi cho'qim yaxshi bo'ladi deb qaragan. Natijadan hammalar rozi bo'lishgan. Kishilar bu xil ta'sirni Rozental effekti deydi. Shunga birinchi hikoyadagi yigit loyiqiga 9 kalaning qimmati bilan muomala qilgan. U qizmo o'z qimmatining 9 kalaga yaraydiganligiga qat'iy ishonib butunlay o'zgargan. Men bu hikoya va hikoyaning ilhom bilan ilib berilgan psixologiya tadqiqot natijasi orqali ota-onalarga shuni demoqchiman. Bizda tilisang topasan degan gap bor. Bir odamning boshqa bir odamdan kutadigan natijasi va kutgani shu odamning oxirgi natijasini belgilaydi. Bo'libmi bolalar uchun aytganda, ularning o'zlari ishongan va cho'qingan kishilarning e'tiboriga erishishi ularga bitmas tugamas kuch-quvvat bag'ishlaydi. Bu kishi dal ularning ota-onasidir. Har bir ota-onaning bolalarining alohida iqtidorli va aqlli odam bo'lib yetishib chiqishiga ishonishiga asosi bor. Lekin bolalarning oxirida talantli va aqlli odam bo'lib yetishib chiqolmasligini ota-onalarning ularga talantli va aqlli bolalarga muomala qilgandek umidvorlik bilan muomala qilishi, tarbiyalashi belgilaydi. Ikkinchi hikoya: muhabbat, minnatdorlik va madhiyalashning kuchi. Javobini suv biladi. Siz bu ishga ishonamsiz? Ikki chini guruch osh bo'lsa, navoda biz uning bir chinisiga kunda madhiya, minnatdorlik so'zlari aytsak, yana biriga kunda til haqorat yog'dirsak, bir mezgil o'tgandan keyin kunda maqtash, madhiyalash so'zlarini anglab turgan heliqi bir chini guruch ishi ichib, bir china xushpuroq guruch sharbatiga o'zgardi. Ammo yana bir chinisi ko'kirib, muhqa aylanib ketadi. Bu javobini suv biladi nomli kitobdagi hikoyadir. Bu kitobning avtori Yaponiyalik tibbiy fanlar doktori Imoto Katsi bo'lib, u 1994-yildan boshlab suv kristali tadqiqoti bilan shug'ullangan. U suv tomchisi qachilangan tajriba taxsisidan 50 ni 0 dan tuvan 25 graduslik muhitda qo'yib, muz sharchisiga aylantirdi. Ondan ularni 0 dan tuvan 5 graduslik uyga yo'tkab, 200 hassalik mikroskop bilan kuzatdi. Natijada bu muz sharchilari qisqagina 2 minut ichida xilma-xil kristal shakli hosil qiladi. Doktor Imoto Katsi rasmga tortib uni yuvib chiqardi. Ondan erishgan natijasini javobini suv biladi nomli kitob qilib yozib chiqdi. Suv ko'rgan rasm, anglagan ovoz
va tilga asosan munosib kristal hosil qiladi. Siz suvni tillagan yoki uningga parvo qilmaganda su kristali ko'rimsiz, qalaymaqon, hatto kishining ichini elishtirgudek shaklda bo'ladi. Lekin siz suvni maqtab madhiyalaganda su kristali intayin aniq, ratlik va ko'rkam bo'ladi. Hayron qolarlik shuki, siz qaysi davlat, qaysi millat tilida so'zlang, faqat gapingiz madhiya va minnatdorlik so'zlari bo'lsa, su kristalining shakli o'xshashla ko'rkam, chiroyli bo'ladi. Kitobning oldingi betlarida xanzucha, inglizcha va nemischa aql parasatlik degan so'zni anglagan su kristallarining rangli rasmlarini ko'ra olasiz. Muhabbat va minnatdorlik so'zlarini anglagan su kristali eng ko'rkam bo'lib, parqirab turgan alayda tartiblik olti burjak shakl hosil qilgan. U xuddi echilib turgan gulga o'xshaydi. Lekin siz yomon yoki adabsiz gap qilgan suning kristali intayin qalaymaqon bo'ladi. Ba'zida hatto kristal hosil bo'lmaydi. Sanbek döt degan so'zni anglagan su kristal tutmaydi. Kitobning eng beshida qalaymaqon kristal shakllari, ablah yoki muhabbat va minnatdorlik degandek so'zlarni anglagan su kristallarining rasmlarini ko'ra olasiz. Bu ilmiy tajriba va hikoyalar bizga kishilar bilan kishilar o'rtasidagi munosabatda tilning intayin muhimligini uqtiradi. Do'stona va yiqimliq so'zlar inoq muhit shakllantira oladi. Aksicha zaharlik, sat gaplar inoqsizlik, ziddiyat va zo'rlik paydo qiladi. Undaqda ota-onalar bolalar bilan qanday paranglishi kerak? Sizdek aqlliq va sog'lom farzand ato qilgan Allohga shukri. Nemi gunoh o'tkazganlikim uchun sendek bir bolani tuqqandiman. Ota-onalar mushundaq gaplarni qilgan bo'lg'aytdiqmi? Bolalarimiz mushundaq gaplarni anglaganda jismoniy va ruhiy jihatdan qandaq inkoslarda bo'lganligini, bu gaplarimizning qandaq qiliq harakatlarni paydo qilganligini shu topda tasavvur qila olamizmi yo'q? Navoda bir bola kunda ota-onasining keng qo'rsoqlik bilan kulimsirab turganligini ko'rsa, o'ziga ilhom, madad berayotganligini anglasa, u cho'qim ko'rkam kristal hosil qila oladi. Navoda bir bola kunda ota-onasining tanqid va ayblash dashnamlaridan qutulolmasa yoki ota-onasining uning bilan kori bo'lmasa, ota-onasining achchiq kelganda döt deb tillashlarini anglab tursa, undaq bola qandaqmi kristal hosil qila oladi. Bu hikoyalar orqali ota-onalarning gap so'zlarining bolalarga bo'lgan ta'sirini to'nib yetishni umid qilaman. Bolamiz mayli tug'ma aqlliq bo'lsin yoki döt bo'lsin, mayli rayish yoki kapsiz bo'lsin, ular ijobiy, yiqimliq gaplarni ishlatishni o'rganib olishi, shaylarni yaxshi, sog'lom tarafga taraqqiy qildira oladigan bo'lishi kerak. Shunga ota-onalarning qalbi mehr-muhabbatga va minnatdorlik to'lgandila, bolalar ota-onalarga mehr-muhabbatga va minnatdorlik to'lgan so'z harakat bilan javob qaytaradi. Ota-onalar faxrlanadigan sog'lom odam bo'lib chiqa oladi. 3-hikoya. Qopqingizda nima bor? Proyeksiya ta'siri. Bizda qopqingda nima bo'lsa, teshig'a shu tepchiydi deydigan tamsil bor. Masalan, qapoqda may bo'lsa, teshig'a may tepchib chiqadi. Su bo'lsa, su tepchib chiqadi. Bu tamsilni kishilarning psixikasiga tatbiqlash mumkin. Chunki kishilar doim mundaq bir xatolik sodir qiladi. Mening qapoqimda may bo'lgan ekan, uning qapoqidami may bo'lish kerak. Mening qapoqimda su bo'lgan ekan, uninkidami su bo'lish kerak. Bir ana 4 yoshli qizni agashtirib, savdo saroylarini aylanishga amroq ekan. Biroq qizi savdo saroyiga kirish bilanla yig'lab jidal qiladi ekan. Bu chaqda ana bek xafa bo'lib, qizim gap anglamaydi deb qaraydi ekan. U ayol, qizim savdo saroyidagi ko'zning yig'ini yeydigan shuncha ko'p tovarlarni nimishqa yoqtirmaydigandi deb hayron bo'ldi ekan. Bir qitim qizining oyoq boqqichi yeshilib ketibdi.
Anısı qızının ayaq boqqıçını çigivitib, qorqunçluq bir ahvolni ko'ribdi. Onun ko'z oldida put bilan qo'lla ko'rinadi. Ana shu chog'da o'zining xatolashganligini sezibdi. Chunki ana o'zi soda saroyini aylanish qiziqarli ish deb qarag'achqa, qizimmi mendek o'ylaydi deb qolgan ekan. Shuningdan keyin ana qizini soda saroyiga ilib bormabdi. Soda saroyiga opirishga to'g'ri kelsa, qizini dadisining bo'yniga mindirib ilib beribdi. Demak, o ana mening qapqimda bor narsa cho'qim qizimninkidimi bo'lish kerak deb o'ylamaslik kerak ekan deganni tushunib yetibdi. Shundoq qilib, u oldi bilan qizining qapqada nima borligini ko'rib olishni bilibdi. Mundaqcha qilib aytganda, bu biz hozir tashabbus qilayotgan bolalarning nazari bilan jahonni kuzatish deganlikdir. Bu xil o'zining qapqi bilan boshqalarning qapqiga hukm chiqaradigan hodisa psixologiyada proyeksiya ta'siri deyiladi. Bu o'z qarshini boshqalarga zo'rlash, o'zidagi ma'lum xususiyatni boshqalardimi bor deb qarash, o'z hissiyotini, irodasini, xususiyatini boshqalarga tengish bo'lib, bu odamlardagi shundoq bo'lishi kerak degandan iborat tafakkur usulidir. Kishilar munosabatida proyeksiya ta'siri hodisasi osonla ko'riladi. Bolalar tarbiyasida bo'libmi, bolalar cho'ng bo'lib qolganda, ota-onalar bilan bola o'tirisida ziddiyat ko'rilganda, bu xil hodisa texmi oson ko'riladi. Masalan, men uning onasi, uning nima o'ylayotganini bilmamdiman. U darsni diqqat qilib anglamag'achqa topshiriqni ishlay olmagan gap. Sen birər ishni xato qilib qo'yg'achqa muallim tanqidlagan gap. Uning nima o'ylayotganini bilaman. O men bilan atay qiyrishyotdi. Bu hikoya orqali ota-onalarga shuni demoqchimanki, biz bolalarimizni tushunamiz deb qaragan chog'imizda biz ularni haqiqatan tushunamizmi yoki qapqingizdagi narsaning ta'siri bilan o'zimizcha tushunaman deb qoldikmi? 4-hikoya. Bolalarning o'rganish natijasining yaxshi bo'lmasligining sababi odatlangan chorasizlik. Odatlangan chorasizlik bolalar qiyinchilikqa yo'liqqanda yordamga erisha olmaydiganligini his qilib, qiyinchilikqa nisbatan hech qanday tadbir qo'llanmay, bu xil ahvolga asta-asta ko'nib qilishdek jarayonni ko'rsatadi. Amerika psixologi Seligman 1967-yili hayvonlarni tadqiq qilganda shuni bayqagan. U dastlabda itni qafasga solab qo'ygan. Ovoz yangratqu yangrash bilan itqa tok bilan chidiqsiz zarb bergan. It qafasda tok zarbisidan qechib qutula olmay, yugurib chirqirab ketgan. Qayta tajriba qilavergandan keyin yangratqudan ovoz chiqishi bilanla it yerda jimmidi yotadigan bo'lib qolgan. Noli faryod ko'tarmagan. Qafasda u yoqdan bu yoqqa o'zini atmagan. Keyin Seligman itqa zarb berishdan burun qafasning eshigini ochib qo'ygan. Bu chaqda it o'zini u yoqdan bu yoqqa etish u yoqda tursin, aksicha texi tok zarbisiga uchirmasimi yerda yetib engiraydigan va titraydigan bo'lib qolgan. Shuning bilan Seligman itni yo'g'on bir qafasga yo'tkab, qafasni o'tirisidan it atlisila o'taligidek qilib to'sqan. Qafasning bir tarafiga tok o'tkazgan, yana bir tarafiga tok o'tkazmagan. Seligman tajriba qilinmagan bir itni tajriba qilingan it bilan birga qafasning tok o'tkazilgan tarafiga solab qo'yib, yangratquni qo'yib bergan va qafasga tok o'tkazganda keyin ilib kirilgan it birdam alahzodi bo'lgandan keyin darhol bexatar tarafga o'tib olgan. Ammo tajriba qilingan it yangi kelgan itning qafasining o tarafiga asalla o'tib ketganligiga qarab qo'ygandan keyin joyida jimmidi yetivergan. Men psixik maslahatchilik qilayotgan yillarimda o'rganish jihatda qiyinchiligi bor nurg'un bolani uchratdim. Bu bolalar döt emas, shundoqla tirishmagan emas. Ular xeyli tirishchanlik ko'rsatgan, tirkishib baqqan, lekin o'zlarining armonga tushiq darmoni yo'qligini yoki tok zarbisining o'zining ko'tirish kuchidan xeylilar eshib ketganligini his qilib, tirkishish va terishishdan voz kechgan bo'lishi mumkin.
Ular ko'nglida qandaqlik qilsam foydasi yo'q, mening bo'lishim mushu deb o'ylaydi. Bolalar uchun qarshi turg'ili bo'lmaydigan tok zarbisi oldi bilan ota-onalarning bolalarga bo'lgan ko'z qarashi va bahosidan kelishi mumkin. Masalan, bir ona ota-onalar yig'inida bolasining oldida uning sinf mudiriga, bolasining tug'ilishida vijik, kasalchan ekanligini, jismoniy jihatdan ojizligini, bu omillarning bolasining o'rganishiga qiyinchilik tug'dirganligini, shunga bolasidan ancha cho'ng umid kutmaydiganligini aytadi. Muallim shundan keyin bu o'quvchining qiyinchilik uchrasla bilmayman, esimga ololmadim degandek gaplarni qiladigan bo'lib qolganligini aytadi. Aniqki, bu bolada odatlangan chorasizlik ko'rilgan. Undan boshqa bolalarga qarshi turg'il bo'lmaydigan tok zarbisi darsning bargan sir qiyilishib ketganligini kelib chiqqan. Ota-onalar bolasining yonida o'ltirib, ularning dars takrorlashiga yordam bera olmasligi bolalarning ko'p qitim mag'lub bo'lishini keltirib chiqargan. Shuning bilan har qitim qiyinchilik uchraganda o'zim hal qila olmayman deb o'ylab, kalla ishlatishni xohlamaydigan bo'lib qolgan. Chunki bola ko'nglida har qancha tirishqinim bilanmi foydasi yo'q ekan. Undan ko'ra mushundoq turaveray deb o'ylab qoladi. Bolalar ota-onalarning sening bu savolni ishlay olmaydiganligini bilaman, chunki sen uncha aqlli emas. Darsni astoydil anglamagandan keyin albatta ishlay olmaysan-da. Degandek gap so'zlarini anglagandan keyin bolalarda bo'lar ish bo'ldi deydigan qarash paydo bo'lib, texmi o'rganmay ota-onalarning beshini og'ritadigan ahvollar ko'rildi. Biz bu hikoya orqali ota-onalarga shuni demoqchimiz. Agar bolangiz azaldan o'rganishni xohlamasa yoki o'rganish natijasi tuyuqsiz tushib ketgan bo'lsa, bolada odatlangan chorasizlik psixikasi ko'rilyapti qandoq degan masalani o'ylashib beqing. Bundaq chog'da bolalar ota-onasining qiyinchilik ustidan g'alaba qilishiga yordam qilishiga, masalalarga har xil usul bilan taqobil turishni o'rgatib qo'yishiga, o'zi qiyinchilik ustidan g'alaba qilish fursati va tajribasi yaratib berishga muhtoj. Mushundoq bo'lganda bola ondan psixik jihatdan yordamsizlik tuyg'usidan qutulib, o'ziga ishonadigan ham jasur bolaga aylana oladi. 5-hikoya: tarbiya o'lchimi va payti. Bilish va axloq taraqqiyotining bosqichi. Shvetsariyalik psixolog Piaget o'smirlar axloq taraqqiyotini tadqiq qilish jihatda gavdlik to'p yaratgan. Uning tadqiqot jarayonidagi qisman hikoyalari nihoyat mashhur. Julian ismli bir o'g'il bola bor ekan. U dadisi sirtqa chiqib ketganda dadisining siyoh qutisiga qiziqib qopdi-da, siyoh qalamini olib o'ynabdi. Shuning bilan dasturxonga siyoh temib ketibdi. August ismli bir o'g'il bola dadisining siyoh qutisining quruqtilib qolganligini ko'rib, dadisi sirtqa chiqib ketganda siyoh qutisini to'shqizib qo'ymoqchi bo'ldi. Lekin u siyoh qutisining og'zini ochaman deb dasturxonga bir muncha siyohni to'kib o'tibdi. O yana mundaq bir hikoyani aytgan. Mari ismli bir qiz onasi sirtqa chiqib ketganda shira ustidagi istikonni o'ynab chiqib o'tibdi. Rina ismli bir qizchaq onasi sirtqa chiqib ketganda onasiga istikon yuyishib beraman deb diqqatsizlikdan 3 istikonni chiqib o'tibdi. Piaget bu ikki hikoyada mundaq ikki masalani o'tirib qo'ygan. Birinchi, ikki bolaning savarligi o'xshashmi yo'q? Ikkinchi, ikki boladan qaysi aski, nemishqa? Piaget ko'p miqdordagi amaliy isbot tadqiqoti orqali bolalar axloqiy hukm iqtidorining taraqqiyoti bilan bilish iqtidori taraqqiyotida o'zaro mosliq, tangpung taraqqiy qilish munosabatining mavjudligini sezgan. Piaget bolalar axloqiy bilish taraqqiyotining bir umumiy qonuniyatini yig'inchoqlab chiqqan. Bolalar axloqiy taraqqiyoti umuman ikki bosqichga bo'lindi. 10 yoshdan burun bolalarning axloq harakatiga bo'lgan tafakkur hukmi asosan boshqalar bekitib bergan tashqi o'lchamga asosan bo'ladi. Ham harakat natijasining oqibatiga to'g'ri xatoligiga asosan hukm qiladi. Harakatning muddasini o'ylashmaydi. Bu bosqich tashqi ta'sirlik axloq deyiladi.
10 yoshdan keyin balalarning axloqiy harakatga bo'lgan tafakkur hukmining ko'pinchisi o'zining axloq o'lchimiga asosan bo'ladi. Bu chaqda ular harakatning muddaosining yaxshi yomonlik to'g'risida o'ylashidi. Bu ichki ta'sirlik axloq deyiladi. Shunga 10 yoshdan kichik bolalar dasturxonning qanchaki jiq yerini maynat qilib etgan bolani eski bola degan qarashda bo'ladi. 10 yoshdan yuqori bolalar ikki bolaning savallik o'tkazish muddaosining nimaligini muloyiza qilish orqali kimning yaxshiroq ekanligiga, kimni apu qilishga bo'lganligiga hukm qila oladi. 6 yoshdan 10 yoshgacha bo'lgan bolalarda chapqini olaman deb qarg'u qipti degandek ahvol ko'riladi. Bu mezgilda ota-onalar bolalarning harakatini asonla xato tushunib qoladi. Shunga ota-onalar bolalarning harakatiga qarata tarbiya berishdan burun bolalarning bilish taraqqiyotining qaysi bosqichda ekanligini bilishi, jazolashdan burun bolasining qilmishining psixik muddasini tushunish kerak. Mushunda qilgandila ota-onalarning yetaklashi yoki jazolashi haqiqiy ijobiy va aktiv rol o'ynay oladi.